Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz, aziz muxlislarimiz. Mana bugun biz suygan shoiramiz, hojonamiz Zamiraxon Ro'ziyevani xonadonlarida chiroyli bir kun ekan. Nabiralarini to'ylari munosabati bilan biz ham tashrif buyurdik. Zamiraxon Ro'ziyevani bir chiroyli satrlarni ustozimiz O'zbekiston Qoraqalpog'iston xalq artisti Abduhoshim Ismoilov tomonidan Oshiqligim deb nomlangan qo'shiqni biz ijro etganmiz. Aynan mening ijroyimda bo'lganligi uchun mana shu qo'shig'imizni bugun mana shu o'tirgan mehmonlarimizga taqdim qilish uchun tashrif buyurdik. Zamiraxon Ro'ziyevaga, hojonamizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling hojona. Biz kabi yosh ijodkorlar xalqimizni baxtiga sog' bo'ling va qalamingiz yanada o'tkir bo'lsin. Chiroyli misralarni bizga taqdim qiling deb qolaman. Sog'lik, salomatlik tilayman.